Sekret zona to'g'risida gapiraman. Ayol kishini shunaqa zonasi bormi? Uni masalan tegib ayol kishidagi bo'ladigan har qanaqa xohishi ishga tushirib yuborsa, da bor, lekin bu klitoris ham emas, ko'krak ham emas, bo'yin ham emas, quloq ham emas. Jinsiy aloqaga tayyorlash to'g'risida hali Qo'stirnoy ichida mutaxassislar esa ko'payib ketgan. Sekret zona to'g'risida gapiraman. Faqat egasiga beradi bu narsani. Erkak kishi ham qo'lini doim tozalab yurish kerak. Chokka, pastga qarab harakat qilsangiz bo'ladi. Bu narsani qilmasdan turib, hech qachon darrov klitorga tegish yoki boshqa qilish degan narsa bo'lishi kerak emas. Bu kinday. Dunyo bo'yicha ham eng ko'p bo'ladigan holat erkaklar ayoli bilan yaqinlik qilganda bir hid sezsa, ya'ni sasagan balon hidi, ana bu bakterial vaginoz va shu gardnerellarning hisobiga ayollarda oqimtalar, hidlar, bezovtalik paydo bo'ladi. Yurakgacha sizga ta'sir qilib muammo keltirishi mumkin. Bundan qanday qutulish kerak? Yo'li bor. Bu bittasi juda chувствительныйsi yuqori bo'lgan ayollarga, ikkinchisi выделениyalarni yo'q qildirib beradigan fresh degan pashni yo'q qiladi. Mikroblarni rivojlanishi uchun, gardnerellarni ko'payib ketishi uchun bo'layotgan sharoitni yo'q qildirib beradigan vosita hisoblanadi. Doimiy ishlatganingizda sizda hech qanaqa ziyon keltirmaydi. Ikkilamchi mikroblarni rivojlanishini to'xtatadi. Yozilgan telefonlar orqali xarid qilishingiz mumkin. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bizda o'zbeklarda, ayniqsa musulmonlarda ko'pincha qiladigan xatoliklar, ya'ni ayol kishiga bo'ladigan e'tibor va uni jinsiy aloqaga tayyorlash to'g'risida to'g'ri bir instruksiya bermoqchiman, chunki oxirgi paytlarda juda ko'p holatlar bolalar yozishadi. Ayollarda shu xohish yo'qligini yoki birinchi kechada yaqinlik bo'lmayotganligini, ayol kishini o'sha tayyorlashni bilmaganligidan, uqumsizlikdan bu holat bo'layotganini mana bilasizlarmi yo eshitganmisizlar? Chunki bizda hozir mana men Instagramni qarasam, hali Qo'stirnoy ichida mutaxassislar esa ko'payib ketgan. Hamma o'zini bugun seksopatolog deb o'sha bilib xalqqa bu narsalarni o'rgatmoqchi bo'ladi, lekin o'sha gapirilayotgan gaplarni eshitsang, o'sha har bittasi hech qanaqa mantiqi yo'q, ilmda yo'q narsalar. Xo'p, ayol kishini agarda siz xohishini va uni sizga bo'lgan munosabatini yaxshilamoqchi bo'ladigan bo'lsak, men bir sekret zona to'g'risida gapiraman. Ayol kishini shunaqa zonasi bormi? Uni masalan tegib ayol kishidagi bo'ladigan har qanaqa xohishi ishga tushirib yuborsa va meni shundan keyin yaxshi ko'rib, men bilan yaqinlik qiladigan deb so'rashadi. Da bor, lekin bu klitoris ham emas, ko'krak ham emas, bo'yin ham emas, quloq ham emas. Bu kinday. Nima uchun kinday? Kinday o'zi bola shu embrion hosil bo'lganidan boshlab sekin bola ovqatini o'sha oladigan hamma nimasi kindagidan boradi. Endi qo'polroq aytadigan bo'lsak, bu yerda arteriya bor. Agar e'tibor beradigan bo'lsak, bir narsa bo'lib qoladigan bo'lsa, biz doim birinchi nima qilamiz? Qorinni yopamiz. Va g'ujanak bo'lib qolganda ham, ya'ni o'zimiz bir narsadan saqlamoqchi bo'lsak, og'ruvdan, boshqadan har doim aytib o'ring, odam darrov g'ujanak bo'lib nima qiladi? Kindagini himoya qiladi. Chunki u yerda eng asosiy narsalar, ya'ni aorta degan narsa o'sha yerdan o'tadi. U eng keng butun organizmni o'sha nimadan boshlaydi. Darzi siz qanaqadir jarohat olganingizda ham agar shu aortaga ishlama qilmaydigan bo'lsa, siz 100% hali yashab ketishga qanaqadir shansingiz bo'ladi. Lekin aorta o'sha kasal bo'lganda, aorta yorilganda, boshqa qilganda bemalol olib qolish hech ham ilojisi bo'lmaydi. Demak, kinday nima qiladi? U jigar bilan, o'sha organlar bilan hammasiga javob beradi. U yerda podvzdошная arteriya degan arteriya bor. Jinsiy organlarga boradigan qonlar ham o'sha yerdan boradi. Endi buni sekreti nima degan? Ayol kishi agar sizga ishonch bildirsa,
mana даже hayvonlarda ham olsangiz bo'ladi. Mushuklarmi, itlarmi olib qoladigan bo'lsangiz, qachon qornini silatadi? Agarda sizga ishonch bildiradigan bo'lsa, bemalol yotib beradi, siz qornini silasangiz yaxshi bo'ladi. Faqat egasiga beradi bu narsani, birovga bermaydi. Demak, faqat o'sha ishongan erkak kishi, unga o'sha qalbi bor boshqa odamga ayol kishi qorniga tegizishga ruxsat beradi va o'sha bilan birga qoringa teganda nima qiladi? Endi shu kindayda shunaqa nima zona borki, kindayni atrofida agar nima qiladigan bo'lsangiz, qaraydigan bo'lsa, men rejissyordan so'rayman, shu rasmni qo'yib bering. Kindayni atrofida agarda chizadigan bo'lsak, 3 ta aylama qilib, shu mana shu aylamani ichida ham ichak bor, jigar bor, oshqozon bezlari, boshqalari hamma narsa borki, insonni butun hayotini boshqarish sistemasi shu yerda hisoblanadi. Endi nima qilish kerak? Oldin o'sha ayol kishini ikkita qo'lingiz bilanmi, bitta qo'l bilan oldin qoringa prosta qo'yish kerak. Uni bosish ham kerak emas, hech qanaqa narsa silash ham kerak emas. Lekin bitta shart, erkak kishi ham qo'lini doim parvarishlab yurish kerak. Qo'lida hech qanaqa g'adir-budirliklar, shu tirnoqni bir chetlari chiqqan, boshqa qiladigan bir narsa bo'lish kerak emaski, chunki ayollarning qorni juda sezuvchan hisoblanadi. Sizni o'sha o'zingiz e'tibor bermaydigan qanaqadir o'sha qo'lingizda xarxashasi bo'ladigan bo'lsa, u tegandan keyin darrov ayol kishida yoqmaydi, boshqa qildiradi. Demak, qo'lni doim tozalab yurish kerak. Ya'ni manikyur deganda bilasizlarmi, bu xotinlar kraska qiladiganini manikyur demaydi. Manikyur degani erkak kishi ham qo'lini doim tozalab yurish kerak. Buni hamma o'sha xarxashalarni tozalab qarab yuradigan bo'lsa, demak erkak kishining qo'li bu uni instrumenti hisoblanadi. Xatiga teganingizda ham agar sizda shunda muammolar bo'ladigan bo'lsa, bu ayol kishiga yoqmaydi va albatta sizni keyin tarib tashlaydi. Demak, qo'lingiz toza, hech qanaqa xarxashasi yo'q. Prosta kindayga qo'lingizni qo'ydingiz. Hech qanaqa bosimsiz ushlab turasiz. Keyin ikkinchi qo'lni qo'yishda bo'ladi. O'sha qanchalik ko'proq o'sha maydonni yopadigan bo'lsak, qo'lingiz bilan shunchalik yaxshi hisoblanadi. O'tda o'zi qo'yganingizda darhol sezasizki, oshqozon nimani qorinda defans deb aytamiz biza, demak qarshilik ko'rsatuvchi muskullar borki, o'sha qorinni doim ushlab turadigan, hali press deb aytamiz-ku. Ana o'sha press muskullari oldin darrov seziladi qo'ygan paytingizda. Keyin bir pas turganingizdan keyin o'sha qo'lingiz darrov sezadiki yumshayotganini. Ana demak, siz qilayotgan harakatingiz to'g'riligini bu bildirib beradi. Qanchalik uzoq payt ushlab turadigan bo'lsangiz, shunchalik qorin bo'shaveradi. Xuddi barmoqlaringiz bilan bunday sal qarab ko'rsangiz, xuddi pianinoda o'ynagandek sekin ko'raverasiz, bu yumshayotganini. Agarda siz shu holatda ko'rayotgan bo'lsangiz, yumshayotgan bo'lsa, demak siz qilayotgan ishingiz to'g'ri va ayol kishi o'shandan demak sizga ishonganidan sekin o'sha qon aylanishi yaxshilashib, muskullari bo'shashayotganini bildiradi. Endi muskullar bo'shashadigan bo'lsa, o'sha ozgina qo'lingizdagi o'sha suv bo'lish kerak baribir. Hali sovuq qo'l bilan hech qachon qo'ymang. O'sha qo'lingizni issiqligini o'zini, darrov qo'lni bir-biriga ishqalab ham oldin qizdirib olib ham qo'ysa bo'ladi, yaxshi bo'ladi. Ozroq vaqt o'tgandan keyin o'sha qon aylanishlari, muskullar bo'shagandan keyin jinsiy organlarga qon borishi yaxshilashadi. Ya'ni hech qachon birdaniga haligi klitorga tegish yoki qinga tegish degan narsa yo'q. Bu juda katta xato hisoblanadi. Men o'sha o'qimsizlik qilib ko'pincha mana shunaqa holatlar bo'layotgani, kecha mana bir nechta vaginizmik holat bilan qizlarni olib kelishgan, o'sha qo'pol harakat qilganida ham boshqasidan shunaqa holat bo'lgan. Shuni o'rgatmoqchimanki, hammaga, ayniqsa yangi kuyovlarga, shu uylanadigan bolalarga, boshqasiga, lekin kimda katta experience, ya'ni katta opiti bor erkaklarga ham shu narsani o'rgatmoqchiman. Bu har qanaqa yoshda ham demak daveriya olishga, muhabbat uyg'otishga va sizni jinsiy o'sha qo'zg'alishingizga yaxshi yordam beradigan holat hisoblanadi. Qo'lingizni qo'yib turdingiz, boshqa qildirdingiz, o'shandan keyin undan keyin eng oxirida o'sha
muskullar obdon bo'shaganini sezganingizdan keyin, undan keyin o'sha soat bo'yicha deymiz, часовой strelka bo'yicha nimani kindayni atrofida qo'l bilan bosib emas, qo'l bilan yengil o'sha dumaloq harakatni qilish kerak bo'ladi. Ana shunda ayol kishi qanchalik sizga o'sha doveriyat qilayotgan bo'lsa, ishonch bildirayotgan bo'lsa, qo'yib berayotgan bo'lsa, siz bo'shaganini sezgandan keyin shu harakat qilganingizda o'ta qon aylanish undan ham yaxshilashadi. Ya'ni o'sha klitorga ham, qinga ham qon borishi yaxshilashadi. Agar qon boradigan bo'lsa, sezuvchanlik oshadi hisob bo'ladi. Demak, shu harakatni qilib bo'lib, undan keyin o'sha ayolingizni ko'ryapsiz, demak, nafas olishi birinchi o'zgarishi kerak. Ya'ni siz qo'lingizni qo'ygan paytingizda nafasiga qarayapsiz, qanaqa nafas olyapti, birgalashib nafas olib ko'ring-chi. Lekin shu qo'lingizni qo'yib turganingizda qorin bo'shashi bilan birga nafas olishi ham sekinlashishi kerak. Ya'ni bir maromga tushish kerak. Ana shunda qanchalik nafas olishi sekinlashayotgan bo'lsa, demak yana bitta sizga isbotki, siz qilayotgan ishingiz to'g'riligini bildirib beradi. Demak, shu nafas olishi yaxshilandi, bo'shadi, harakatni qildiryapsiz. Demak, shundagina bu ayolda o'sha qon borishi yaxshilashdi. Ya'ni keyingi etapga tayyor bo'ladi. Ya'ni siz shu kindayni atrofini oldin masaj qildirib turib, bu ayol kishini nafas olishini o'sha rostlangandan keyin, sekinlashgandan keyin, qoni umuman bo'shagandan keyin o'sha chotga, pastga qarab harakat qilsangiz bo'ladi. Unda ham o'sha asta sekinlik bilan tushish kerak. Hech ham birdaniga o'sha bo'ldi, haligi ikkita qildim, endi klitorga tegaman, yo'q, unaqa narsa yo'q. Birinchidan o'zingizga ham bu juda ham kerakli narsa, chunki erkak kishi xuddi shu narsani qilayotgan paytda unda ham jinsiy qo'zg'alish kuchayib boradi va o'sha qilayotgan ishingizdan o'sha ayolingiz bo'shayotganini ko'rsangiz, demak siz qilayotgan ishingiz yoqayotganligidan o'zingiz ham zavq olasiz. Undan keyin sekin-sekin o'sha chotlaga, paxtka deb aytamiz, undan keyin o'sha undan ham pastga tushishi mumkin bo'ladi. Bu narsani qilmasdan turib, hech qachon darrov klitorga tegish yoki boshqa qilish degan narsa bo'lishi kerak emas. Agar shu qorinni silab turgan paytda qicholash, bo'yindan o'pish, quloqdan o'pish, ko'krakdan o'pish, bularni qilish mumkin. Lekin mana shu narsa eng birinchi bo'lishi kerak. Agarda siz shu narsani qilmaydigan bo'lsangiz, ko'p ayollarda, ya'ni 100% hamma ayolda bu narsa bor. Bu narsani esdan chiqarish kerak emas, chunki shu zona har doim eng главный zona hisoblanadi. O'sha biz 1987-yili o'sha Germaniyada birinchi o'sha seksologiyadan kirish darsi bo'lganda, bizga ayollarning o'sha erogen zonalari to'g'risida gapirilganda, birinchi zona shu hisoblanadi deb o'sha o'qitilgan. Mana keyingi mana bizani yaxshi 40 yilga yaqin o'sha o'zimizni tajribamizdan ham bunga iqror bo'ldik yana ham va shu narsani yana qaytarib o'tiraman. Ayol kishini birinchi bo'lib, agarda siz ishonchini qozonmoqchi bo'lsangiz, ikkinchisi jinsiy yaqinlikka tayyorlamoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, faqat shu narsadan boshlash kerak. Shu narsani tashlab ketgan erkaklar ko'pincha o'sha fiaskolar deymiz, ayolidan o'sha yoqmasdan, unga раздражениеga olib keladigan holatga olib kelib qo'yish juda ko'p bo'ladi. Mana shu ayniqsa yoshlarni shoshishi, mana kechagida olgan xatlarimda ham, boshqalarda ham shu uqumsizlik to'g'risidagini ko'ryapman, hamma qilayotgan harakatini va bugun shu sizlarga kichkina o'sha sekret to'g'risida aytib o'tishni o'zimga jazm deb bildim, jazm qildim va shu narsa sizga hayotingizda ayolingiz bilan bo'ladigan aloqada, munosabatlarga yaxshi ijobiy ta'sir qilishgani uchun sizdan shu narsani qaytarib aytib o'tishni o'zimga lozim topdim. O'ylaymanki, shu sizni ayolingiz bilan bo'ladigan munosabatlaringizga doim ijobiy ta'sir qiladi va oilangizda albatta seksual garmoniya bo'lishiga birinchi qadam bo'ladi deb o'ylayman. Xayr, salomat bo'linglar.